Assalamu alaykum qarindoshlar. Mustaqillik yo'lda izlanish programmamizning 30 soniga xush keldinglar. Bugun biz to'limi iftixor bilan Norvegiyada turishliq hukumatimizning kotibi Parat efendimni bu programmamizga taklif qildik. Parat efendim, programmamizga xush keldingiz. Rahmat, xush buldum. Biz bu imzo qo'yish faoliyatini hep berib 61 tashkilot imzoga qo'l qo'ygandan keyin buni Amerika Majlisiga olib kirdik. Hozir har bir parlament a'zosiga yetkazish xizmatida turyapmiz. Biz cho'ng utuq qozondik, ammo bu xizmat nihoyat jafoliq bo'ldi. Bunga nurg'un qarindoshlarimiz kuch chiqadi. Bular hukumat ichidagi yoshlar alohida kuch chiqadi va sirtdagilar mana shunda. Yani buning ichida Parat efendim bor. Bugun biz Parat efendim bilan tanishib o'taylik. Oldi bilan Parat efendim o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Men Farhod Abduvali, Sharq Turkistonning G'o'l shahridan. Men 1998-yili Ilmiy pedagogika institutining fizika fakultetini bitirib, fizika ma'rifininki bakalavriat unvoniga erishdim. Undan keyin 2 yilga yaqin bir kompyuter tarbiyalash markazida ishladim. 2000-yildan tortib shu Ilmiy pedagogika institutida o'qituvchilik ishladim. 2009-yil bo'lgan chaqda Yaponiyaga o'qishga chiqdim. 1 yillik tayyorlikdan keyin Kyushu universitetidan matematik fakultetida matematik kasbidan magistrlikka kirib o'qidim. 2012-yili magistrlikni bitirib matematikadan magistrlik undan olgandan keyin doktorlikka kirib o'qidim. 2015-yil bo'lgan chaqda ma'lum sabablar tufayli o'qishimni to'xtatib, Yevropaga ko'chman bo'lib chiqdim. Hozir Norvegiyada oilam bilan turyapman. Rahmat. Rahmat. Doktorlikni o'qiyotgan bo'lsangiz bu yaxshi bo'pti ekan. O'qimoqchi. Shu. Endi hukumat kotibi bo'lish osonmi ekan? Xizmat o'tishdan chiqa oldingizmi? Qiyinchiliklaringiz bormi? Biz Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan shu munqariz qilingan vatanimizni tashlab chet elda yashamoq ham hozirgi xalqimizningki tip-tinish jimjit qirilayotgan holatiga chorsizlik bilan qarab turishdek bir og'ir kunlarda yashamoq haqiqatan osonga to'xtamayotdi. Buning ustiga o'zimiz ojiz, kuchsiz, chechilan holatda turib Xitoyning tajovuzga qarshi shu kurash sepiga qaytilish texmi qiyinga to'xtagan bir ish bo'ladi. Shundaq oson emas, qiyin degandek qatma-qat mushkullarning ustiga hamda Sharq Turkiston surgun hukumatining ustiga ichiga kirib, shu hukumat kotibligidan iborat shundaq bir vazifani elish haqiqatan mas'uliyati og'ir ham qiyinchilik ko'p bo'lgan bir ish bo'ldi. Shundaqdimi hamda yo'l uzun, mushkullik ko'p deb hamma ishni tashlab qo'yga olmaydi. Hech kim biz uchun qilmaydi. Shuning uchun shu kasbning hodisidan chiqish uchun tirishyapman. Hamda qiyinchilik kelsak, qiyinchilik haqiqatan ko'p. Hamda iqtisodiy va boshqa sabablarni demay turay. Oldindan ko'z oldimizdagi eng zarur bo'layotgan qiyinchilik, eng bizga qiyin to'xtayotgan ish nima degan chaqda bizning ixtisos egalarining kamchiligi. Bu vaqtda G'ulom Osmon akimizmi burungi video leksiyalarda nihoyat ko'p qitim ta'kidlagan ixtisos egalarining nihoyat yetishmayotganligini. Hozir hamda chet elda shu universitetlarda o'qiyotgan Uyg'ur yoshlari nihoyat ko'p. Hamda bu universitetlarda o'qiyotgan yoshlarningki alohidligi ham o'z yashagan shu jamiyatni yaxshi tushundi. Undan keyin o'zining kasbini bilgandan sirt shu davlatning tiliga puxta. Biz shundaq yoshlarning bizning yonimizga kelib, bizga yordam berishini, bizni yaqindan qo'llashini bekmi umid qilamiz. Hamda rostni aytganda hamma odamning o'ziga kuchli turmush bo'ladi, xizmati bo'ladi. O'qiyotganlar cho'qim o'qishning hodisidan chiqish kerak. Bu ishlar oson emas. Mana bizmi hozir mushtarqida tugamas uy ishlari, turmush ham xizmatlardan eshinib, vaqtning ichidan vaqt chiqarib, shu bizning mustaqilligimiz uchun
bir payda bo'lib qoladi degan umid bilan Sharq Turkiston surgun hukumatiga kirib, mush vazifani yapib qo'yapmiz. Shundaq bo'lgan ekan, har qanday bir Sharq Turkistonlikning mushu mustaqillik yo'lida o'zininki shu mas'uliyatini ado qilish tuyg'usi bilan mushu bir kishilik nemisini ola olsa, vazifasini, mas'uliyatini ilib ma'lum bir ishning o'disidan chiqa olsa, balkim bizningki hozirgi qilayotgan da'voyimiz balkim texmi tez ham zo'r natijalar bilan ilgirilishi mumkin. Rahmat. Biz ixtisos egalariga ehtiyojli dedingiz. Bularmi har xil tillarga pishiq, shu davlatlarda cho'ng bo'lgan yoshlarga bak ehtiyojimiz bor. Agar ularning yordamiga erishsak, biz har tilda o'zimizning irodasini xalqaro yetkaza olamiz. Va sizmi yaponchani o'rgandingiz, undan keyin norvegiyacha o'rganib turib yetibsiz. Biz tilga ehtiyojli va ixtisos egalariga ehtiyojli. To'g'ri. Shunga shu ixtisos egalarining bularmi yoshlarningki bizga yordamda bo'lishini, bizni qo'llab quvvatlashini umid qilamiz dedingiz. Rahmat. Hamda bu kotiblik degan bir ig'ir ish, hamma ish yuklanadigan gap hukumatningki. Buningga siz Uyg'ur tilida qilyapsiz bu kotiblikni. Uyg'ur tilida yozgan hujjatlar cho'qim to'g'ri bo'lishi kerak. İmlasım to'g'ri bo'lishi kerak. Har jihatdan bir xatolik ko'rilmasi kerak. Sizningki Uyg'urchangiz shunga yetamdi? Uyg'urchangizni solib qo'yaymi? Bo'ldi. Men to'liq o'tirdi puturgacha hamda Uyg'urcha ma'rifdan ta'lim oldim. Darslik materiallarni sirtam ko'p Uyg'urcha kitoblarni ko'p ko'rdim. Mening dadam adabiyot o'qituvchisi ham adabiy obzorchi. Shunlashqa her ayda yeni sandaki jurnal, gazetlar uyimizga kelib turdi. Undan keyin adabiy kitoblar, adabiy asarlarmi nayt ko'p. Hamda buning bizning uyda asosli xaridori dadamdan qolsa men biz ko'proq o'qiymiz o kitoblarni. Keyin oliy maktab chiqqanda garchi tabibanda o'qigan bo'lsam-mu, ham ko'rgan materiallarim asosan xitoycha bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uyg'urcha kitob o'qishni davomlashtiraverdim. Uyg'urchaga o'zimning bir xil hurmatim, bir xil sevgim bo'lganligi uchun mayli kitob o'qiy yoki xotir qoldiray, xatlarning grammatikalik xatolik yuz bermaslik uchun, undan keyin nemo so'zlarning to'g'ri ishlatilishi uchun nayt kuch chiqardim. Shunlashqa keyingi vaqtlarda dadam hatto o'z yozgan maqolalarini menga tahrirlashga berdi. Mening tahrirligimdan o'tkazgandan keyin undan keyin matbuotga yo'llab, nashriyotlarga yo'llab, albatta u yoqda muharrirlar tahrirlaydi. Bunda kichik chiniqib ekansiz-da siz. Shu. Shu dadamning shu maqolalariga yordamim bo'lgan. O'zimni qiziqdim, dadammi meni shu nim qilgandan o'zim xush bo'ldim. Keyin mayli xabar bo'lsin, maqol bo'lsin, tarjima qiladigan, undan keyin tarjima qilingan xabar maqollarni tahrirlaydigan, to'rbatlarni boshqaradigan ishlarni qildim. Undan sirт yana bir korrektorlar guruhiga qatnashib bir mezgil xizmat qildim. Shunlashqa mening Uyg'urcham mening shu Uyg'urcha materiallarni tayyorlashimga yetdi deb qarayman. Albatta men tayyorlagan materiallar maxsus xodimlarningki suhbat tekshirish o'tkazidan o'tdi. Shunlashqa men bu xizmatni yurakli qilyapman. Bu hukumat kotiblikda albatta Uyg'urcha bilan hamma ishni hal qilib ketgan bo'lmaydi. Shunlashqa hozirmi yana davomli ingliz tilini va norveçchani norveç saviyamni yuqoritish uchun davomli o'rganyapman. Ham shuningga shu kotiblik kasbiga oid materiallardan ko'p izlanyapman. Rahmat. Japatatib xizmat qilib yetibsiz. Xuddi Yaponiyada intervyu kirgandek jiddiylashyapsiz. Shu tunji qitim bo'lg'achqa sal jiddiylash qildim. Hamda biz yapon to'g'risida so'zlab haqida yapon verib o'qibsiz. Biz bu vatan davosini diasporada qilyapmiz. Har davlatlarni ko'ryapmiz. Har davlat bizga bir bilim bo'lishi kerak, o'rganish bo'lishi kerak. Ham siz yapon qanday qaraysiz? Yapondan bizning o'rganadigan taraflarimiz bormi? Yaponiya hammalarga ma'lum, u o'zininki kuchli iqtisodiy
hem ilg'or fan texnikasi bilan dunyodagi boshqa davlatlarni qoyil qilib kelayotgan bir davlat. Gerçi u ikkinchi dunyo urushida mag'lubiyatga uchragan bo'lsa-mu, ammo urushdan keyin o'zini nihoyat tez o'ngshab, iqtisodiyotdan yuqori sur'atda yengillanib ham taraqqiy qilib, hozir taraqqiyotgan davlat, taraqqigan davlatlar qatoriga tezlik o'tdi. 64-yili Tokioda o'tkazilgan Olimpik tanarkat yig'iniga qatnashqili kelgan tanarkatchilar, ko'ngil kelgan sayohatchilar, muxbirlar bo'lsin, bu Yaponiyaning taraqqiyotini ko'rib hayron qolgan. Ikkinchi dunyo urushida vayron bo'lgan, ikki qitim atom bombasi portlagan, g'oyat zo'r darajada urush chiqimi to'lagan mushundaq bir davlat mushunda tez taraqqiyot ketdimi deb hangtan qolgan bular. Afat ko'p, tabiiy boyligi kamchil bu davlatni yaponliklar o'zining tirishchanligi, unumdorligi va o'mligi bilan taraqqiy qildirgan. Mushundaq taraqqiy qilgan, mashinalashgan, nopus zichligi nihoyat cho'ng, zamini kichik bu davlatning muhitimi aqllarni lol qilgudek darajada go'zal va pokiz. Kecha kunduz odam saldak yiqib turadigan ko'chalardanmi yoki bo'lmasa metro bekatlaridan bo'lsin yoki savdo saroylaridan bo'lsin, siz biror parcha axlat topolmaysiz. Shundaq bo'lishiga qaramasdan ko'chalarda ne bir tozalik ishchisini yoki bo'lmasa bir axlat sanduqini uchratib olmaydi. Men Yaponiyaga o'qishga kelib 2 yildan keyin oilamni chaqirib keldim. Bolam 1-sinfga o'qishga kirdi. O'qishga kirgandan keyin har kuni tushlik tomog'idan oshgan tomoqning axlatlari, meva sho'paklari, yemeklik plastinkalarning hammasini tomoq qochisiga yig'ib uyga akilatdi. Undan keyin turlarga bo'lib o'xshamagan axlat xaltalarga tashlaydi. Bu ularning hamda bolalarga kichikdan tortib singdirilgan tozalik odat ekan. Keyin qarasam tomoq chekadiganlarning yonchug'idan tomoqqa chaqmoq chiqqandan sirt yana uning qo'shilib yana bir kuldan chiqadi ekan. Yo'llarda tomoq chekib menayotgan odamlarning bombasligi qaramasdan maxsus tomoq chekadigan o'rinlarda tomoq chekuvchilarmi tomoqsining kulini, qoldiqlarini hammasini shu kuldan yig'ib og'zini yemlab uyga ketadi ekan. Bu Yaponiyaningki bu tozalik jihatdagi bu odati bizning haqiqatan o'rganishimizga arziydigan bir nihoyat muhim bir nuqta. Uningdan sirt mening yana his qilganim ba'zi bir tuzilgan prinsiplar hem oddiy hem qat'iy bo'ladi ekan. Mening muallimimningki tadqiqot guruhida mendan boshqalar yaponlikdi. Bizning har haftada bir qitim seminar berishimiz kerak. Muallimning topshirgan vazifasi shu. Agar seminarga biz tayyorlik qilib kelmasak, shu qitimliq seminarni amaldan qoldiradi, buning ziynini biz tatadik. Biz har qanday bir sababni ko'rsatmaydik va mana sabablar tufayli men buni tayyorlayolmadim deydigan sabablarni. Bu seminarimizninki prinsipi no excuse. Ya'ni hech qanday sabab yo'q. Bana sabab ko'rsatishga bo'lmaydi. Cho'qim oldin ola tayyorlik qilishimiz kerak. Agar masalalarni yechamisak, muallim bilan ko'rishib, masalalarning yechish usullarini muallimdan tushunib olgan keyin yetsak bo'ladi. Ammo seminar kuni kelgan chaqda bundaq bana sabablar putrab turolmaydi. Undan boshqa mening o'z ko'zim bilan ko'rib yetganim, yaponlar qoida tuzumga bo'ysunishga, mas'uliyatini o'z vaqtida ado qilishga shundaq ko'ngan bir xalq. Bular bu qoida tuzumga bo'ysunish yoki mas'uliyatni ado qilishni yuk deb hisoblamaydi. Odatga aylanib ketgan deyishga bo'ldi. Men Yaponiyaga yangi kelgan chog'da bir meva import qilgan shirkat ishlagan. Bu shirkatda biz asosan banan to'shaydik. Boshqa mevalar ham bor, ammo bananni shu ko'proq erlar to'shaydi yashikda. Agar meva to'shaydigan paraxod kechikib kelib qolsa, bizning ishimizmi kechikib ketdi. Bundaq vaqtlarda shu shirkat xodimlari o'zlari qilishga tegishli ishlarni qilib bo'lib, banan to'shaydigan vazifani shu guruhi boshliqlariga topshirib qo'yib ketaveradi endi shirkatdan. Ishdan tushib. U guruh boshliqlari yaponlik, ammo bizga o'xshash ishlamchilar ularmi? Soatiga pul oladigan ishlamchilar. Bular ammo ishni qilgan chaqda xuddi birsi uni kuzatib turayotgandek, nihoyat astoydil ham tez qiladi. 1 soatlik ishni hargiz kerakda 1,5 soatga 2 soatga so'zib, ish haqini ko'proq elib olay demaydi.
Hı. Dal mushundaq ishlab жүрген kunlarning birida bir Xitoy ishlamchi mushu hozir men degan ishni o'ttirib qo'ydi mushu guruh boshlig'imizga. Hı. Bu baribir hozir shirkat xodimlari bo'lmagan ekan, azroq oldirmay ishlab ko'proq pul topsaq bo'lmamdi degan chog'da bu guruh boshlig'imiz bek muloyimdi. Ammo oshining gapini anglagandan keyin buning chiroyi shunda o'ngib ketdi. Qarasam u o'ngda anikin shundaq bir qattiq ovozda gap qildi. Sen o'zingning davlatida shundaq qil. Hı. Bu degan mening davlatim. Men har bir tiyinni to'g'ri yo'l bilan tepishim kerak deb javob berdi. Ilaqi Xitoy ishlamchi shundaq o'sal bo'lib ketgan ashadi. Hı. Men hamda 6 yil turish jarayonida bu yaponlarning nurg'un afzalliklarini, nurg'un esil odatlarini bayqadim. Ben o'ylayman-da, doim o'ylab qolaman. Bular nima uchun bunchalik aniq? Bo'lmasa, hech yerda tozaliqni so'y yoki tartibsizlikka bo'ysun deb bir nemalarni chaplamaydi, tashviqotlarni chaplamaydi. Hech yerda men tashviq qilmaydi buni. Ammo bular shundaq o'rgangan tozaliqni ommaviy tozaliqqa bek ko'ngil bo'ldi. Qoidalar tuzumlarga intayin bo'ysunadi. Bundan keyin ishlarni mas'uliyatchilik bilan, samimiylik bilan qildi. Keyin o'ylab baqsam, bularning bu qilayotgan hammasi shu Yapondan iborat bir davlat uchun ekan, ya'ni Yaponga bo'lgan muhabbatidan bu shakllandi ekan. Ular hargizmi dabdabilik katta shuarlarni to'lab vatan uchun aniq qilamiz, ma'ni qilamiz deb shuar qattiq yuqori ovoz shuarlarni to'lab yurganini ko'rmaymiz. Uning ustiga men mushu Yaponiyada yashash jarayonida hech qanday bir Yapon bayrog'ini qo'llariga elib, yuzlariga, ko'zlariga surkab, so'yib, boshlarini egib ko'tarib, bunda ulug'lig'ini ko'rib baxmadim. Ammo bular o'zining vatanga bo'lgan sevgisini, ham vatanparvarligini shu oddiy ishlardan, ya'ni tozaliqni asrashdek, vaqtga rioya qilishdak, qoida tuzumlarga bo'ysunishdek, mushta oddiy ishlardan namoyon qildi ekan. Ularning vatan sevgisi ana shunday oddiy ham samimiy bo'ldi ekan. Meningcha biz Yaponlardan shu vatan sevgisini shunday oddiy konkret ishlar orqali ifodalashni o'rgansak bo'ldi ekan deb o'ylayman. Rahmat. Yapon to'g'risida ayt yaxshi so'zlab berdingiz. Vatan sevgisi işte oddiy va bevosita bo'ladi. Men Yaponga borgan chaqdimi, Yaponninki ko'chining pokizligiga qarab hayron qolgan. Bu insonki agar odat Yaponni ko'rib boqmagan odam shuni aytganda, o'ylab qolmagan darajada pokiz. Biz davomli terlarninki yan belgisi taqib chiqib, shu ko'chini orlab, axlat do'si terib, bexatarlikka ta'sir qilgan ishlar bo'lsa, shuning oldini olib yurganini ko'ramiz. Men to'g'ri. Yaponda so'rgan bular pul olamdi, bu qerlar mushtaq qilib yuradi ekan deb, ular o'zligidan qiladi. Mush mahalisini yaxshi bo'lsin deb qildi deb. Amaliyotda vatan degan bir tal giyoh, mala. Shuni söysak vatanni söygan bo'lamiz. Biz vatanni qanchalik söyimiz? Bizmi vatanni ashunday söydikmi? Demak, vatanni söyish ashunchalik oddiy amaliyotda. Vatanning ismini almashtirib etib, ichini qurg'idab o'ynash vatan söyish bo'lmaydi. Mana bizning mush bayroqni söyish, vatan söyish. Buning mazmuni eg'izdila emas, aksincha sizning qilgan har bir ishingizda vatan uchun bergan bedelingiz ko'rildi. Undan keyin Yaponliklarda bir odat bor. Sizni bir yerga chaqirsa, siz cho'qim 5 minut burun berishingiz kerak. Agar 5 minut kechiksangiz, buni sizga ikkinchi fursatni bermaydi bu Yaponliklar. Masalan, bir intervyu deylik. To'g'ri. Oldiga siz 5 minut kechikkandan keyin voy anda bo'lib qoldi, manda bo'lib qoldi degandan keyin eg'izda chiroyli gapqildi, voy tushundim deydi. Lekin siz u intervyudan qat'iy o'tmaysiz. O'tkazmaydi. Har qanday ishlardan bo'lsangizmi, sizga fursatni bermaydi. Nima ishqa? Chunki bular shu birisi vaqtga hurmat qilmagan odamningki o'z mas'uliyatidan chiqolmaydiganiga ishindi bular. Ya'ni bu chunki vaqt Yaponiyada oltin. Boshqa dunyoning boshqa yerlarida vaqtga bo'lgan ko'z qarashning qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar Yaponlar shu minutning, sekundning, daqiqaning ustida mangdigan xalq bo'lg'achqa bular vaqtga bek rioya qildi. Sizmi bizningki kelgusida vatanimiz mustaqillikni asli keltirsa, ko'chalarning Yaponnikidek pokiz bo'lishini, xalqlarimizning qoidaga bo'ysunishini va vatanni Yaponliklar söygandek söylashini umid qilamiz. Albatta umid qilaman. Biz chet elda turganmiz, chet eldan biz o'rganishimiz kerak. Biz turib qo'yaplar, ketiblar.
bu Yaponiyadaki, Norvegiyamadaki emas. Biz her bir tug'an yerimizde shularninki yaxshi yerini o'rganishimiz kerak. Yaponlarninki vatanni suyishini va ularning qoidaga bo'ysunishini cho'qim o'rganishimiz kerak. Undan keyin hozir hamda bizga bir yaxshi fursat bor. Xitoylar necha vaqtdan pul tepib qilgan bilan Xitoylarning iqtisodi tushyotidi. Aksincha Yaponning iqtisodi ko'tarilyotidi. Yapon azaldan bizning mustaqilligimizni qo'llab kelgan, bizga do'st bo'lib kelgan xalq. Chunki Yaponning bevosita manfaati Xitoyda. Ularninki o'zaro menga yeshilmaydigan bir ziddiyati bor. Buni hammamiz bilamiz. Mushunday vaqtda Yapondagilar biz qandoq bir irodani ko'rsatishimiz kerak. Ularga biz Xitoylar bilan yaxshi tutib, bizga azroq yordam qilsang deyishimiz kerakmi yoki bizmi mustaqillikni xohlaydiq, sizlar bizga mustaqilligimizni qo'llaydigan yordam berishinglar kerak deyishimiz kerak. Albatta, har qanday bir fursat tug'ilgan yerda biz o'zimizning mustaqillik irodamizni davomli ifodalab turishimiz kerak. Yaponmo albatta bizningki davomli turda mushu mayli ommaviy yig'ilish bo'lsin yoki bir siyosiy yig'inlar bo'lsin, shunday yerlarda so'z qilish fursati bo'lgan chog'da mushu mustaqillik irodamizning ifodalanishini xohlaydi. O'tganda mushu Facebookda bir kesib chaplab qo'ygan bir qisqa videoni ko'rib qoldim. Shuningdimi shu bir chet ellik maslahatchi ekan, talaffuzdan hindistonlikdek his qildim. Shu ashundaq deydi. Sizlar qanday yerga borsanglar, Tibetlarga o'xshash o'zinglarning mustaqillik irodalaringlarni ifodalanglar. Agar sizlar mustaqillik irodanglarni ifodalasanglar, boshqalar sizlarning mustaqil bir davlatning fuqarolar ekanliklaringlarni, sizlarning davlatinglarni xalqning besib olganligini unutib ketadi deydi. Demak, biz xalqning esiga solmasak, xalq albatta unutib ketadi buni. To'g'ri. Buni nayt yaxshi dedingiz. Undan keyin yaqinda yana bir xabar chiqdi. Bizningki aşağıdaki aktivistlarninki yezib, yaponchaga yezib, o yapondagilarga sovg'a qilgan kitobini bir yaponlik parlamentning a'zosi qaytirib akilib, bu kitobda sizlar mustaqillik demabsizlar, raskatni qilmabsizlar, Xitoyning ketmini chepsizlar deb. Agar biz Yaponda turishlik Uyg'urlarmi Xitoylarga antichilik, holchilik qilib kelsak, yaponliklar bizga fursat bermaydi. Yaponliklar qarab yo'q. Chunki ayni chaqdimi bizningki vatanimizning xaritalarini chizib, Məntümün buğrağa şunu Kabuldaki yaponlik elçisi ko'rishgan vaqtda yordam berishni, qurolni, qanchalik qurol berganligini hammani deyishgan. Ular bu tayyorlikni azaldan qilg'iliq. Ammo mana hozir kelganda biz Yaponda ashadaq bir kuchni ko'ramasak, biz umidsizinib qolamiz. Endi bu qitimliq imzo qo'yish faoliyatida Yapondagilarninki, Yapondagi Uyg'urlarninki, Yapondagi Sharqiy Turkistonliklardan siz rozi bo'ldingizmi? Men bu qitimliq imzo faoliyati oyoqlashgandan keyin parlamentlarga yo'llangan shu ochiq xatni ko'rdim. Ostidagi tashkilotlar imzo qo'ygan yerda Yaponiyadagi 3 tashkilotning imzo qo'yganligini ko'rdim. Buning uchun ularga cho'nqur tashakkurimni bildiraman. Ammo mencha Yaponiyadagi vatandoshlarning shu qitimliq imzo faoliyatiga tutgan qizg'inligi yetarli bo'lmadi deb qarayman. Ben Yaponiyadagi vatandaşlarning mustaqillik irodamizni bildiradigan shunday bir harakatlarda bo'lsa-mu, tashabbuskor bo'lishini, qizg'inlik bilan imzo faoliyatini qo'llashini, keng tashviq qilishini, ham tashkilotlarning imzo qo'yishiga turtki bo'lishini kutgandim. Ammo ijtimoiy aloqa to'rlarida men bir necha qarindishimizdan boshqa vatandoshlarning o'yinchilik qizg'inligini ko'rmadim. Ular sukutni tanlab oldi. Men yana akademiyaga bog'langan kishilik huquq da'volariga bog'langan tashkilotlarning mustaqillik uchun ovoz chiqaradigan shu fursatda bir ovozni chiqarilishini umid qilgandim. Chunki mayli Uyg'ur nomida qurilsin yoki Sharq Turkiston nomida qurilsin, bu akademiyaga yoki kishilik huquqlariga bog'langan tashkilotlarning odoq g'oyasi cho'qim mustaqillik deb bilaman. Agar ular o'zining qalbida shu mustaqillikni arzu qilib, ammo ish harakatida ko'rsatmasa, bu uning samimiyatsizligi bo'lamdi yoki nemisi bo'ldi, buni o'zlari bir yaxshi o'ylashi kerak. Endi shundaq bir narsa cho'qim esimizda bo'lishi kerakki, mustaqillik da'vosi hargizmi bir nechalarning yoki bir nechta tashkilotning yoki bo'lmasa Sharq Turkiston surgun hukumatining ko'tara elib olgan da'vosi emas. Bu hammamizning da'vosi. Shunga men Yaponiyadagi vatandoshlarga emas, butun dunyodagi vatandoshlarning o'rnida dast turib, Xitoy qarshi bu kurash sepiga qo'shilishini umid qilaman. Rahmat.
Endi Yapon to'g'risida gap qildik. Yaponda nurg'un ixtisosli odamlarimiz bor bizning. Uyg'urlarning ichidagi eng ixtisosli odamlar Yaponda yetishib chiqqan. Buni Yapon davlati Uyg'urlarga bergan bir fursat amaliyotda. Nurg'un doktorlar, magistrlar yetishib chiqdi. Ammo shu siyosiy faoliyat kelganda biz davomli Yapondagi yashayotgan Uyg'urlarning ovozini ancha anglamaymiz. Lekin ular eng bilarmanlar. Shu bilish fursatiga erishganlar. Amaliyotda shu bilish fursatini vatanning tuproqidan ayirib qarg'ala olmaydi. Ularga cho'qim rahmatimizni bildirishimiz kerak. Ularga bildirgan rahmatimiz bizning shu unvonni elib, doktorlik, magistrlik unvonni elib, turmushimizni yaxshilashtirib tomonlanib qolsa, bu faqat yaxshi olmaydi. Men bu fursatda Yapondagi qarindoshlarimga aytay, bizningki bu ishimiz bir doktorlikni olgan bilan, bilim olgan bilan xalqimizga javob berdik deb bitmaydi. Cho'qim mustaqilligimiz uchun ozroq hassa qo'shmasak qat'iy bo'lmaydi. Şuna Yaponlikqa Uyg'urlarning irodasini ko'rsatinglar, Sharqiy Turkistonlikning irodasini ko'rsatinglar. Bizninki mustaqil vatanga ehtiyojli ekanligimizni, ya'ni Sharqiy Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilganligimizni bildiringlar. Rahmat. Hamda bu qitim imzo faoliyatini siz Nurbiga turib nihoyat yaxshi qo'llab qildingiz. Yig'inchoqlab o'zingizning fikrini deb baqsangiz imzo faoliyatiga. Bo'ldi. Men yuqorida shu yaponliklarningki vatan suyish vatanni suygan suygusini ifodalash yoki vatanparvarligini ifodalashda ishlatgan ham oddiy ham konkretni usullarni qo'llanishni tavsiya qildim. Ya'ni xuddi tozalikni suyish, gulgiyalarni asrash yoki samimiy bo'lish degandek. Ham mushqitimliq imzo faoliyatimi bizga nisbatan aytgan chaqda vatan suygimizni ifodalaydigan, mustaqillik irodamizni dunyoga jakolaydigan bir oddiy ham konkretni bir usuldi. Ammo biz buningga qanday pozitsiya tutdik? 8 fevral Salih Xudoyor bu imzo chaqiriqini e'lon qildi. Uningdan shu kundan boshlab toki ochiq xat parlamentlarga yo'llangichi bo'lgan 10 kun ichida bu imzo qo'yish bo'lgan qarshiliklar, imzo qo'ymaslikdagi oqmas bahona sabablarning vaji nima bo'lib ketdi men faqat bilaman. Mening vatanim besilgan davlat edi deyish bizning nima ishlarimiz putlashidi. Biz rostli mustaqillikni orzu qilamdik degan ko'plagan savollar mening kallamda paydo bo'ldi. Mening shunchalik kayfiyatim buzildi. Asli bu hammamiz qo'llashga tegishli bir nihoyat esil bir faoliyatdi. Shundoq bo'lishiga qaramasdan 61 tashkilotning qo'l qo'yishi bilan bu qitimliq imzo harakatimiz intayin g'albilik bo'ldi deb qarayman. Men bu qitimliq imzo harakatida hayot kuchga to'lgan yoshlarni ko'rdim. Ular ijtimoiy taratqularda, WhatsApp to'plarida, YouTube kanallarida bu imzo faoliyatlarini to'xtamasdan tashviq qildi. Tashkilot rahbarlari bilan bevosita aloqa qildi. Hatto ular xat yozdi, imzo qo'yishga undadi. Men yana Salih Xudoyordek, Dilyor Musaboydek bilimlik, kuchli yetakchilikka qobiliyatli yoshlarning xalqimizni, tashkilotlarni harakatga keltirib, imzo qarshilik bildirganlarga radiya berishda qanchalik cho'ng rol o'ynaganligini ko'rdim. Men bu qitimliq imzo harakatida yana yoshlar jo'shqinlik jihatda yoshlardan kelishmaydigan 60-70larning qarsini olgan cho'nglarni ko'rdim. Ular Xitoyning mustamlikasiga qarshi yo'q deb sado chiqaradi. To'r to'plarda bu imzo faoliyatini keng tashviq qildi. To'sqinlik qilganlarga WhatsApp to'plarida ko'plab radiya bergan cho'nglarning ovozlarini anglab ko'zlarimga yosh kelgan bo'ldi. Men bu qitimliq imzo harakatida yana shu mustaqillik deb dunyoga jar solgan tashkilotlarni ko'rdim. Bu tashkilotlar o'rnidan dast turib dunyoga mustaqillik irodasini ifodaladi. Uyg'urlarning ichida yoki butkul sharq turkistonliklarning ichida kishilik huquq da'vosi uchun harakat qilmaydigan, balki odoqi g'oyasi mustaqil sharq turkistonning qaytadan qurib chiqish ekanligini dunyoga anglitadigan bu tashkilotlarni ko'rib bek faxrlandim. Men yana mush tashkilotlarning bir yerga kelib hamkorlashib ish qila oladigan kelgusini ko'rdim. Shuning uchun men bu qitimliq imzo to'plash faoliyatini nihoyat g'alabalik bo'ldi deb qarayman. Rahmat. Biz bir umidni ko'rdik. Siz bizningki hukumatimizdan bir umidni ko'ra olamsiz? Albatta. Men Sharq Turkiston surgun hukumatidan ko'rgan umidim nihoyat cho'ng. Sharq Turkiston surgun hukumati qurilgandan ta bugungacha nihoyat cho'ng dushmanliklarga uchrab keldi. 2019-yildan keyingi ichki krizisda biz zo'r ko'pchilik Sharq Turkistonliklar
sürgün hükümetimizden nihayet ümitsiz halatga tushdik. Ama bu yerda tevrenmegen, xuddi grant tashdek mustahkam turgan bir muhisbatimiz bor. U bo'lsa bizning sobiq prezidentimiz G'ulom Usmon aka. G'ulom Usmon akaning shu izchillik bilan tirishishi, qat'iy bo'shashmay prinsiplarda qattiq turishi, haqoratlarga, dushmanliklarga pisand qilmasligi bilan sürgün hükümetimiz mavjudligini davomli saqlab, hayot kuchini davomli saqlab keldi. Shu ig'ir xavflarning ustidan g'olib keldi. Ham bugungi kun kelgan chaqda mana qurilgandan bu yanqi eng kuchli holatga keldik. Ama bu eng kuchli holatga keldik deganimiz biz kuchayib ketdik deganimiz emas. Biz yanlam ojiz holatda. Biz texmo ko'p hamkorlashishga, qo'llashga, rag'batga muhtoj. Shunlashqa muhojiratdagi Uyg'ur, Qozoq ve başka Türkiye milletlerini öz içine alan barlıq Şarkı Türkistanlıklarının Şarkı Türkistan sürgün hükümetini qollashini, qo'ldan kelishicha moddiy ve manevi yardım berishini, ruhiy jihatdan rag'batlantirishini, hech ish qilmagan taqdirdami bo'xton chaplab haqorat qilmasligini umid qilaman. Bu qitimki imzo faoliyatining uyushtirilishi ve xalqimizning keng ko'lamda harakatga keltirilishi hukumatimizning haqiqatan yetaklash kuchining borligini namoyon qildi. Bu haqda Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayininki ichki ishlar mas'uli Dilyar Musabay bu qitimki imzo harakati Sharq Turkiston sürgün hükümeti o'zining imzo harakati orqali Sharq Turkiston sürgün hükümeti o'zining yetaklash kuchining borligini, tashkilotlarni yetaklay oladiganligini isbotladi. Biz uzundan beri shuni kutgan edik. Endi suhbatlar boshlandi deb so'zlab o'tdi. Texi 3 kunning oldidagi bir videoda suhbatlar cho'qim boshlanishi kerak deb yana takrorladi bu so'zni. Demak, mustaqillik kurashimizda ham sürgün hükümetimiz hargizmi yolg'iz emas ekan. Uning qishida u charchisa yo'laydigan, ojiz kelsa kuch beradigan, aqliga aql qo'shadigan Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayiga o'xshash kuchli mustaqilchi tashkilotlar ham har xil ijtimoiy organlar bor ekan. Demak, mushundaq orqamizda kuch bo'lib turadigan xalq va tashkilotlar bo'lgan vaqtda inshaalloh hukumatimizning ishlari olg'a bosadi. Yangi natijalarga qo'l yetkazdi. Shuning uchun men shu Sharq Turkiston sürgün hukumatimizning kelgusidan pek zo'r umidda. Rahmat. Bugungi vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Biz tarafdan nurg'un insonlar bor, tashkilotlar bor. Bizni xalqningki qo'llashini umid qilamiz. Bizning prinsipimiz faqat va faqat Sharqiy Turkistonningki mustaqilligi. Ya'ni Sharqiy Turkistonning mustaqilligi. Bu hukm o'zgartirilsa bo'lmaydi. Uning ichiga Uyg'uristonning mustaqilligi desak bo'lmaydi. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi. Bu o'zgarmaydi. Chunki bayroqku va bizning davlat atimizga va. Endi bizning bu hukumatimizningki bu ishini biz hukumatning adamlarga qilib ketmaymiz, albatta. Xuddi yaponliklar qilganga o'xshash har bir Sharqiy Turkiston fuqarosiningki o'zining vatani uchun astir ko'pda birish qilishini umid qilamiz. Biz endi har qanday ishda hozir xalqaro iqtisod kerak. Bizga iyoni berganlardan biz hargiz ranjimaymiz. Hargiz iyonlarni aymanglar, yordaminglarni aymanglar. Xuddi Bay Parat degandek bizga bo'lgan hujuminglar aymay qolmay, boshqa narsani aymanglar. Mushu balki vaqtinglarga rahmat. Kelar qatimliq programmamiz o'z vaqtida bo'ladi, to'rda e'lon bo'ladi. Hammanglarning mush vaqtiga ko'pdan ko'p rahmat. Allohga omonat. Xayr xo'sh.